بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى التفات بلن تفسير الجلالين سورة بقرة نينكي 183 ayeti keldik. Bu ayetlerden başlayıp Allah Teala şu şer'i ahkamlarını bayan kılışka düşüdüken. Bunun da Allah Teala rozun ahkamlarını, rozga alakadar ahkamlarını bayan kıldı. Estaizu billah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yani ey iman etкен müminler, günahlardan sakınışınlar için sizlerden ilgirkilerge yani ilgirki ümmetlerge roza farz kılingandek sizlerge mi Ramazan rozası farz kılındı. Bu farz kılıngan roza sanaklı günlerdir. Sizlerden kimki kesel yoki safar ustida bo'lib roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni yana qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozani qiyinlik yoki ojizlik tufayli mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunlik uchun bir miskin to'yg'idek tomoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roza tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir deydi. Ya eyyuhellazina amanu kutiba alaykum. Kutiba degan furida. Yani farz qilindi sizlarga roza tutish xuddi farz qilingandek sizlardan ilgarikilarga, yani ilgariki ummatlarga. La'allakum tattaqun. Sizlarning gunoh ma'siyatlardan saqlanishinglar uchun. Yani Alloh taolaning bizlarga rozani farz qilishdagi illatlarning sabablarining birisi, buning hikmatlarining birisi gunoh ma'siyatlardan saqlanish ekan. Yani biz chunki roza shahvatni kesadi deydi. U shahvat bo'lsa, shu butun gunoh ma'siyatlarniki beshidir. Butun gunoh ma'siyatlarniki boshlang'ich nuqtasi shu shahvatdan boshlandi demoqchimdi. Ishda bo'lgan ekan, bu Ramazon ro'zasi e, yemak ichmak bo'lmagan ekan, jinsi munosabat bo'lmagan ekan, shahvatni kesadi. Shuning bilan sizlar gunoh ma'siyatdan saqlansizlar. Ayyaman ma'dudat. Bu Ramazon ro'zasi sanoqli kunlardir. Yani ayyaman degan as-siyam bilan nasblik o'qilgan deydi. Yani as-siyam mushunga mutaalliq deb qarasak, hozir mushada sumu degan bir buyruq bilan muqaddar ba deb qaraymiz, taqdiran ba deb qaraymiz. Yani ro'za tutinglar bir kunlarda. U kunlar bo'lsa sanoqli kunlardir. Yani qaloila, yani oz kunlardir. Yoki ma'lum son bilan vaqt to'xtatilgan ashunday kunlardir. U Ramazon ro'zining kunlari bo'lsa, ro'za tutishning kunlari bo'lsa Ramazon oyidir. Xuddi bu tövende yani aslında patarda keladi shunga o'xshash deydi. Va qallalahu tashilan alal mukallafin. Bu Ramazon ro'zasini Alloh taolo nayt oz qildi. Yani bir yilning ichida 12 oyning ichida bir oyla ro'za tutishni belgilab berdi. Chunki bu mukallaflarga oson qilib berish uchundir deydi. İslam ümmetiga, musulmon ummatiga Alloh taolo ro'za tutish farz qilingan shu kishilarga osonlik yaratib berish uchun nayt oz kunlarni belgilab bergan. Endi femen kana minkum. Kimki bo'lsa sizlarning ichinglardan Ramazon kelgan vaqtda, hina shuhudihi degan, o'sha Ramazonga hozir bo'lgan chog'da, Ramazon oyi kelgan vaqtda ro'za tutishga saloy toshqida holatda ekanmisan. Ashda bo'lib, lekin kasal bo'lib qolsa yoki safar ustida bo'lsa deydi. Safar ustida bo'lsa degani namozni qasr qildigan safardagi bir musofir bo'lsa. O'sha holatda, mush ikki holatda ro'za tutib qolsa, u odam nihoyat qiynalib ketadigan ahvolda bo'lsa, shuning bilan ro'za tutmabdi.
unda olsa fe'iddatun min eyyamin ukhar. O boshqa kunlarda uning qazosini qilish kerak. Ramazon ichi ketgandan keyin, kasali saqaygandan keyin yoki safardan qaytib kelgandan keyin uning qazosini qilish kerak. Fa alayhi adadu ma aftara. Shu ro'za tutgan kunlarning sonida qazosini tutish kerak deydi. Yasumuha badalahu. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Endi وعلى الذين يطيقونه deganning oldida la o'sha la degan so'z muqaddar bor deb qaraymiz deb tafsir qilibdi. Ya'ni yashanganlik sababdan yoki kasallik sababidan, ya'ni saqiyishi umid qilinmaydigan ashta bir kasallik sababidan ro'za tutishga toqat qilolmaydiganlarga fidya berish kerak. U fidya olsun nima desa bir miskinga taom berishdir. Ya'ni qadru ma yakuluhu fi yawmihi. O'zining har kunisi yeydigan qo'shiq to'yg'idek miqdordagi taom. U bo'lsa har bir kun uchun shu yurtninki ozuqning ko'pincha shu yerdagi insonlar yeydigan ozuqdan bir mut miqdordagi taom deydi. Yana bir qiroatda fidyatu deb o'qilgan. Fidyatun emas, fidyatu deb muzab holatda o'qilgan demoqchi. Bu bayon uchun bayon ma'nosini bildirdi deydi. Ya'ni o bir miskinga bergan taomning miqdori qandoq degani shu bayon qilib kelgan demoqchida. Deyildi yana bir qarashda yutiqunahuning oldida, yutiqunahuningki oldida la muqaddar yo'q. Ash o'z pet tushunsak bo'ladi deb bunda qaralgan ekan. Bunda chaqda taqat qila oladiganlargami degan ma'no chiqdi endi. Ro'zishga taqat qila oladiganlargami degan ma'no chiqdi. Bu unda tushungan vaqtda qandaq ma'no chiqdi degan chaqda islomningki dastlabki davrda ro'zsimi yoki fidya ro'zsitmay fidya bermasimi bo'ldigan shunda ikki xil ixtiyorlik berilgan edi musulmonlarga deydi. Ondan bu xil ahvol amaldan qoldirildi ro'zishni muayyanlashtirish bilan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu degan osh oyat orqali ro'za tutishni qat'iy farz qilganlik uchun yuqoriki ahvol amaldan qoldirilgan demoqchi. Manda tushunsak bo'ldi ekan. Aytdi İbn Abbas radhiyallohu anhuma illal hamila vel murdi'a. Ama homildor ayol bilan bola emitayotgan ayol buning sirtida. Agar bu ikki ayol ro'za tutib qolsa, bolalarga bir ziyon zahmat kelishdan qo'rqib qolgan bo'lsa, qo'rqib qilib ro'za tutmagan bo'lsa, u qilib qoladi mansub qilinmasdan. Va alallazina yutiqunahu degan deb tushungan vaqtimizda shu hukm amaldan qolmaydi ularga nisbatan shu hukm kuchga ega demoqchimdi. Ularning haqida. Ular ro'za tutmasa bo'ladi, keyin qazosini qilib olsa bo'ladi demoqchimdi. Faman tatawwa khayran fahuwa khayrul lah. Kimiki mazkur fidyaga qarta zikr qilingan miqdordan ziyoda berish bilan yaxshilikni bunda tatavvuq qilgan bo'lsa, bunda texim ziyoda bergan bo'lsa, ko'p bergan bo'lsa demakchi. U ko'p berish uning uchun yaxshidir. Ammo Alloh taolo belgilab bergan miqdordan eng tuvan chek shu. Agar undan jiqroq bersangiz, ayat bir miskinga taom berish dedi bir kun ro'zdan bo'lganga. Agar undan jiqroq bersangiz, u texim yaxshi, texim jiqroq savobga erishsiz demakchi-da. Va an tasumu khayrun lakum. Ey müminler sizlerinki ro'za tutishinglar yaxshidir sizlar uchun. Ro'za tutmay yuganlikdan va uni o'rniga fidya berib yuganlikdan yaxshidir. Agar bu ro'za tutishninki sizlar uchun yaxshi ekanligini bilsanglar deydi. Shuni ro'za tutinglar. Ya'ni Alloh taolo bizga ro'za tutmasanglar bo'ladi deb belgilab bergan ruxsat holatlarda ya'ni shu holatlar ya'ni ro'za tutsak texim yaxshi bo'lar ekan endi. Mana bu Alloh taoloninki biz mu'minlarga osonlik yaratib berganligining jumlasidan. Shu qilmasanglarmi ixtiyor, uni o'rniga mundoq qilsanglar bo'ldi degan ishlarning hammasida agar shu asli hukmni, asli farzni qilsanglar shunaqa holatda texim yaxshi bo'ladi demoqchi bu yerda. Endi keyingi oyatda yana shu Ramazon oyiga munosabatli ahkomlar.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yine Ramazan ayida Qur'on nozil bo'lishga boshildi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qiluvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazan oyida hozir bo'lsa, Ramazan ro'zasini tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib, tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Ağzınlar uçuk yürüyen küllerinin kazasını kiliş bilen Ramazan ro'zasining sonini to'ldirishinglarni sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Ya'ni Ramazan oyining kunlari e, Ramazan oyi bo'lsa Qur'on nozil bo'lgan oydir. Ya'ni Qur'on Lavhul Mahfuzdan Dünya asminiga nozil bo'lgan Qadr kechasida, o'sha Ramazan oyining ichidagi Qadr kechasida Lavhul Mahfuzdan Dünya asminiga nozil bo'lgan deydi. Qur'oni Karimning nozil bo'lishi bir qancha bosqich bo'lganda, eng dastlabda Lavhul Mahfuzdan Dünya asminiga tushdi Qadr kechasida. Undan keyin Muhammad alayhisolamga 20 yil jarayonida qadamma-qadam bosqichma-bosqich Dünya asminidan zaminga tushishga boshladi. U ayrim. Mayadagi nozil bo'lish, o'sha eng dastlabki nozil bo'lishni ko'rsatadi. Bu Qur'on bo'lsa hidoyatdir. Yine bu hudan degan bu yerdagi jumladagi o'rni hol deydi. Yine hidoyat qilguvchi bo'lgan holatda zalolatdan e, to'g'ri yo'lga demoqchimdi. İnsanlarni ozg'unlikdan hidoyat qilguvchi bo'lgan holatda nozil bo'ldi. Va yana bu Qur'on ochiq ro'shan oyatlardir. Hidoyatdan iborat. Yine ahkamlardan iborat haqiqatga, yine insonlarni haq yo'lga boshlab qo'yadigan mushtaq ro'shan oyatlarni o'z ichiga olgan holatda nozil bo'ldi demoqchi. Vel Furqon va yana bu haq bilan botilning orasini ayiradigan bir ayiruvchi Furqondir. Ya'ni Furqon bo'lgan holatda Furqon mushtaq Furqondan iborat va hidoyatdan iborat ro'shan oyatlardir demoqchi. Shunda bo'lgan ekan, "Faman shahida minkum shahra falyasumhu." Kimiki hozir bo'lsa, sizlarning ichinglardan o'sha Ramazon oyiga hozir bo'lib qolsa, o'sha Ramazon oyi kelgan vaqtda o'zi sog'lomkan, ro'zqidek holi borkan, mukallafkan, oqilkan, bolig'kan masalan. Shunda bo'lsa, Ramazon oyida ro'za tutsin demoqchi. Lekin bir odam kasal bo'lib qolibdi yoki safar ustida ekan namozni qasr qildigan safardagi mushta bir safarning ustida musofir bo'lib ketib o'tibdi. Unda bo'lsa boshqa kunlarda uning qazosini qilsin deydi. Buni o'qishi ilgari so'zlangan. Bu yerda Alloh taolo yana takror keltirishga maqsad nima desa, "Men shahida" degan so'zningki omliqqa qarab turiblar, buning mansux bo'lib ketganligini o'ylab qolmasin deb, shu Alloh taolo bu yerda buni takror keltirgan deydi. Bu mansux emas demoqchi bu yerda. Ya'ni amaldan qoldirilgan emas. Alloh taolo sizlarga osonlikni xohlaydi. Sizlarga taslikni xohlamaydi. Shuning uchun yo'l qo'ydi, mubah qildi. Alloh taolo sizlarga ro'za tutmaslikni kasallik holatda va safar holatida ro'za tutmaslikni e, sizlarga ruxsat qildi. ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم. Mushuninki ro'za tutishga buyurish uchun bir illat, ya'ni sababning ma'nosi bo'lganligi uchun atib qilindi unga yana vali tukmiru degan so'z atib qilindi. Yine Ramazan oyininki ro'zasining sonini to'ldirishinglar uchun.
Yani ağzınlar uçup yürüyen günlerinin kazasını kiliş bilen Ramazan rozasının sanını tolduruşunlarını. Maya mesela iddete soğumu Ramazan deptimiz mi yedim ha tefsirde. Ramazan ayının rozasının sanını. Ramazan ayda roz tutmay. Ma'lum bir sebeplerden roz tutmay kalgan günlerinin sanını tolduruşunları için. Allah Teala sizlerge işte asalıkını kıpaya değinmekçi. Ve yine Allah Teala'ga Ramazan rozasının farz bo'lishidagi sabablardan birisi Ramazan oyi to'shqa vaqtda Allohga takbir aytishinglar uchun Allohning sizlarni hidoyat qilganligiga qarta va sizlarning Allohga shukr qilishinglar uchun mushundoq Ramazan rozasini belgilab berdi demoqchi ekan. yoki vali tukmilul iddata vali tukabbirulloh deganni yuriduga olib o'shaga mutaalliq qilsak Alloh taolo sizlarning Ramazan ayının ruhsunu to'liq qilishinglarni xohlaydi va sizlarni hidoyat qilganligiga qarta Alloh taologa ulug'lashinglarni va Alloh taologa shukr qilishinglarni xohlaydi degan bo'ldim. Hem keyingi oyatda va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bir muncha jamoatlar payg'ambar alayhissalomni shundoq so'ragan deydi. Parvardigorimiz bizga yaqinmi? Yaqin bo'lsa Alloh taologa biz munojat qilamiz. Ya'ni yaqin odamga bilan pichirlashganda bunda pichirlashib bo'sh gap qilamiz. Agar yoki yiroqmi? Yiroq bo'lsa biz to'laymiz. Nima shunday so'ragan chog'da bu oyat nozil bo'lgan deydi. Agar bandalarim mendan men to'g'riliq so'rab qolsa, men ularga yaqindurman. Ya'ni minhum bi'ilmi. Ularga men o'zimning ilmi bilan yaqindurman. Shunga ularga xabar berginki, ujibu da'vata da'i idza da'an. Duo qilg'uchininki menga duo qilib qolsa, uning duosini ijobat qilaman. Ya'ni bi inolatihi ma sa'ala. Uningga so'rgan narsasini berish bilan, so'rgan narsaga erishtirish bilan ijobat qilaman. Shunga menga javob qaytursin. Mening chaqiriqimga itoat qilish orqali javob qaytursin. Vel yu'minu bi la'allahum yarshudun. Va to'g'ri yo'lga hidoyat topquchilardan bo'lish uchun, muhtadiylardan bo'lish uchun Bana iman etsin. Yani yudimu alel iman. Yani imanda davamlaşsın. Davamlık imanın üstünde müstehkem tutsun demekçi. Ee, Yeni bir tefsirde şunu deyilgen iken ve izâ se'aleke ibâdî anni fe inni qarib degende başka her qanday yerde Allah Teala muşunun alakadar muşu xil şekildeki ayetler okup kalsa eğer bendilen benden soraydı sorap kalsa ular degende hem de şekildeki egen. Mesela يسألونك عن الشيء الحرام قل فيهما deb mesela qul degan so'z birga kelganda yerda agar mendan so'rab qolsa ularga aytqinki degandek lekin moyatda qul degan so'zni keltirmadi agar mendan so'rab qolsa men yaqindurman deb o'tirsida qul degan so'z yo'q aytqinki degan so'z yo'q mushun o'zi nima ekan desa orliqqa mında bir fasıl keltirmesinler Allah Teala bevosita ishlar keltirishi Alloh taolaning bandalariga naqadar yaqin ekanligini bildirdi. Duo qiluvchilarning duosini ijobat qilishga shunchalar naqadar yaqin ekanligini bildirdi deydi. Misol qul degan so'zni keltirmaslikninki illati bir illati shu ekanamdi. Bir tafsirda shunday deyilgan. Vallohu a'lam. Buning qartan. Hem keyingi oyatda Alloh taolo yana shu ro'zaning ahkomlarini davatidi. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Yani sizler için Ramazan ayninki ro'za tutayotgan kechalarda ayollarga yaqin kelish halol qilindi. Er-rafasu degan ifdo degan ma'noda. Yani ayollarga berish, jimo qilish bilan berish halol qilindi. Bu oyat nozil bo'ldi islomning dastlabki davridagi ahkomni amaldan qoldirish uchun. U islomning dastlabki davridagi ahkom nima desa, jimo qilish harom edi. Ramazonning kechalarida jimo qilish harom edi va xuftandan keyin yeb ichish harom edi.
Muşkul ahkamni, muşkul ahvalni amaldan qoldirish uchun bu oyat nozil bo'lgan deydi. Ular o ayollar erkekler demek. O ayollar sizler için bir libastur, yepinchidir. Sizlermi o ayollar için bir libastur sizler, yepinchidir sizler. Yeni bir yer libas deb keltirişi bu bir kinoya deydi. Bu ikkisiniki bir-birisini quchoqlaydiganligidan bir kinoya. Demak, Alloh taolo er ayolning munosabatini bizga mishlab beryapti. Sizlar bir-biringizga mana shunday yaqin, kiyim bo'lmasa inson avrat ochilib qolgandek, kiyim inson uchun ashta zarur bo'lgandek, er ayol bir-birisini ashta qo'g'daydi, bir-birisiga ashta zarur deb mushta tushunsak bo'ldi-da buni. yoki ihtiyoju kullin minhuma ila sohibihi. Er ayolning har biriniki yeni birisiga muhtoj bo'lganligi uchun, hayoti bo'yi bir-birisiga ehtiyoji tushib turganligi uchun xuddi kiyimga ehtiyojimiz tushgandek, işte ehtiyojimiz tushib turganligi uchun mushta keltirgan deydi. Bildi Alloh taolo haqiqatan sizlar xiyonat qildinglar o'zinglarga. O'zinglarningki o'zinglarga xiyonat qilayotganinglarni bildi. Qanday xiyonat qilganlik desa, Ramazon kechalari jimo qilish bilan. Yani dastlabda ma oyat nozil bo'lishi ilgirgi gapda bu hamda. Vaqa'a zalika li Umar va g'ayrihi. Bu xil ahvol Hazrati Umar va boshqa sahobalardan yuz bergan edi. Yuz bergandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoniga kelib o'zri aytgan, biz mushtaq qilib qolibmiz, xatolashib qolibmiz deb o'zri aytgandan keyin bu oyat nozil bo'lgan. Fataba alaykum. Ya'ni Alloh taolo sizlarning tavbanglarni qabul qildi. Ya'ni sahobalar buni mushtaq biror gunoh o'tkazib qolsa, qalbi puchilib, biz mush gunohimizni qanday qilsa poklanamiz deb shuning g'imini qildikin. Shu payg'ambar alayhisalom o'sha oyat o'qishga yeniga berib, payg'ambar alayhisalomdan so'rab mushtaq qildik buni. Demak, har qanday bir musulmonniki iymoni komil bo'lganligining bir ifodasi endi bir gunoh emas, bilib bilmay o'tkazib qolgan bo'lsa, darhol tövbe qilishga oldirash kerak ekan. Mushu iymonniki mukammal bo'lganligining bir ifodasi endi. Bu yerda Alloh taolo deyotdi, shu sizlarning ashuna o'zinglarga xiyonat qilganlikdan iborat gunohinglarni Alloh taolo shu qarta tövbanglarni qabul qildi va sizlarni afv qildi. Fel ana bashiruhunna. Emdilikte olsa, çünkü bu cima qilish, Ramazan kechalarida ayollaringizga yaqin kelish sizlarga halol qilingan bo'lgandan bu ayollaringizga cima qilinglar, yaqinlashinglar. Va bitagu ma kataballohu lakum. Va talab qilinglar Alloh taolo sizlar uchun belgilagan narsani, yo'l qo'ygan narsani. Yani kataba, yani farz qildi degan ma'noda emas. Mesela abahahu deb tafsir qildi uni. Yani cima qilishdan iborat sizga belgilab bergan yo'l qo'ygan shu narsani talab qilinglar yoki boladan iborat sizlarga belgilgan taqdir qilgan narsani talab qilinglar. Ya'ni shu ayollaringlarga yaqin kelib ashta qilsanglar bo'ladi demoqchimdi. Va kulu vashrabu. Va yanglar ishinglar kechining hammasida. Ya'ni Ramazon kechi, Ramazon qarta deyotgan gap bo'lgandan keyin ammo kechisi qarta, Ramazonning kechalari qarta bo'ldi-da bu yerda. Hatta yetabayyana lakumul haytul abyadu minal haytil asvadi minal fajr. Hattoki oshkora bo'lgan qadar sizlar uchun oqjib qorjibdin. Qorjib al haytul abyad tongni ko'rsatdi meni. Ya'ni al haytul asvad kechini ko'rsatdi. Ya'ni shu tong otqanlik oshkora bo'lgan qadar subhi sodiq oshkora bo'lgan qadar yanglar ishinglar demoqchi. Bu al haytul abyad bo'lsa minel fecr degan fecr-i sadiq el haytul abyad uchun bayon deydi. El haytul asvad kununki bayoni bu mahsub qilingan. Usun minel leyl degan so'z aşağıda mahsub taqdiran bor deydi. Shubbiha ma yabdu minel bayadi ve ma yemtaddu ma'ahu minel gabashi. Endi o'qishtildi bir narsaga oshkora bo'ladi oqlikdan. Shu kechining tong otgan chog'idagi oqlikdan oshkora bo'lgan narsa va uning bilan so'zilgan oqlik bilan birga so'zilgan uzun tong nima o'xshatildi desa, oq va qorliqdan iborat uzun so'zilgan ikki dona jipga o'xshatildi deydi. Bu bir o'xshatish. Thumma atimmu siyama ilal layl. Ondan tamom qilinglar ro'zini shu tong otgandan boshlab kech kirgan qadar.
İlâ duhûlihi bi gurubiş şemsi. Kun o'ltirish bilan kech kirgunga qadar shuni tamom qilinglar. Va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid. Ayollaringlarga yaqin kelmanglar, sizlar e'tikof qilayotgan holatda. Ya'ni muqimuna bi niyyatil i'tikof. Ya'ni masjidlarda e'tikof niyati bilan turayotgan ash holatda. Fil masajid bo'lsa akifunaga mutaalliqdir deydi. Ya'ni masjidlarda sizlar e'tikof qilib turayotgan holatda demoqchi. Nahyun liman kana yakhruju ve huve mu'takifun feyujami'u imra'atahu ve ya'udu. Endi masjidning ichida hech kim unda ayoliga yaqin kelishni qilmaydi. Miyada davotgan gap nima desa, etkab qilayotgan odam ba'zida osh etkab xonasidan sirtqa chiqib uyga borgan bo'lsa, e, kechalarda berib qolgan bo'lsa demashimdi. Berib ayoliga jimo qilib qaytib kelgan bo'lsa, mushtaqisi bo'lmaydi deb mushunda nahiy qilish demoqchi. Yani etkap qilib shu niyat qilib o'ltagan bo'lsangiz, masalan 5 kun yo 6 kun deb. Shu 5 kun 6 kunning ichida uyingizga berib qolsangizmi, ayolingizga yaqin kelsangiz bo'lmaydi demoqchi shu ahvolda. Shu etkap qilayotgan holatda hisoblanasiz demak shu chog'larda. Uyingizga berib kelgan bo'lsangiz. Tilka hududulloh. Shu bo'lsa, ya'ni mazkur ahkamlar Alloh taolaning chek-chegaralaridir. Haddaha li ibadihi liyaqifu indaha. Alloh taolo bu chek-chegaralarni bandalariga belgilab berdi. Bandalarninki shu chek-chegaralarning yanida turish uchun deydi. Xuddi bir davlatninki chegarasini o'tmoqchi bo'lgan odam pasport olmasa bo'lmagandek, pasport olmasa shu yerda to'xtab turib qoladi. Shunga o'xshash mavu ahkamlar Alloh taolo Qur'on hadisda belgilab bergan ahkamlar Allohninki hududlari. Çünkü müşahede bandalar onun ayı ütüp kesip olmaydı müşahede to'xtash kerak. Onu o'tib ketib qolsa, haromga berib qoladi demoqchi. Fala taqrabuha. U chekchigaraga yaqinlashmanglar. Ya'ni u qilishim emas, unga yaqin kelmanglar. Xudoda davlatning chegarasiga pasportsiz yaqin kelib qolsa, bo'lmagandek bo'lsin. Ablagu min la ta'taduha. Ya'ni fala taqrabuha degan ma ibora la ta'taduha degan iboradan texin balog'atga chiqadi deydi. El muabbar bihi fi ayetin ukhra. Başka ayetlerde la ta'taduha deb munami kelgan ibora bor misin? Lekin bu yerda fala taqrabuha degan ibora onidimi bekerik balog'atlikdir deydi. Kezalika shunga o'xshash sizlarga Alloh taolo shu zikr qilgan narsalarni bayon qilgan o'xshash bayon qilib turdi Alloh taolo o'zining oyatlarini insonlarga ularningki saqlanishlari uchun Alloh taolo mandaq mana qilsanglar mavu halol, mavu harom deb o'zining halol haromni hammasini belgilab berdi. Ya'ni mushunning belgilab berishdagi sababning hammasi, mushuni bayon qilib berishdagi sabablarning hammasi Alloh taolo harom qilgan ishlarga berib qolmasliginglar uchun, o'shundan saqlanishinglar uchundir. Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lib qolmasliginglar uchundir demoqchi. Bu yerda hamda biz musulmonlarga, insonlarga hech qanday o'zr qilmadi. Biz bilmabdi ekanmiz, uqmabdi ekanmiz deganga o'zr yo'q. Alloh taolo hammani ochiq bayon qilib bergan ekan. Bizlarning bilmabdi ekanmiz, uqmabdi ekanmiz deyishinglar o'zr yo'q demoqchi men. Alloh taolo keyingi oyatda shundoq deydi: "Estaizu billah. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون." Yani bir-biringlarning mollarini nahaq yevalmanglar. Bilib turib, kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevirish uchun hokimlarga pora bermanglar. Yani sizlarning ba'zinglarning mollarini yevalmasin. Batıllık bilen yine haram, şer'en haram kılıngan o'g'irlik qilish, bo'lon-talon qilishga o'xshash mushta yo'llar bilan yevolmasin. Vala tudlu degan, vala tulqu degan bo'ldi ekan. Va uni tashlamasin o'zining hukumati bilan. O'zininki hukmi bilan yoki mollar bilan pari berish orqali uni hokimlarning yoniga olib bormasin. Yevirish uchun bittahakum yine aşındaq özra hüküm qilish orqali kishilarning mollarining bir qismini gunoh bilan aralashgan holatda yevirish uchun mushtaq qilmasin. Yani sizlar bilib turib, o'sha o'zinglarning qilayotgan ishninki botil ekanligini bilib turib, mushtaq qilmanglar.
Yine başkalarına hakimler para bersanlarmı bu özümüzninki pulunu berdik ko degende qilgan bilan u amaliyotda sizlar boshqalarniki mol dunyosini hokimlarning yeniga apagan bo'ldinglar demoqchi bu yerda. Boshqalarning melini nohaq yevolganlikniki qatorda bo'ladi. Pora berishmi demoqchi bu yerda. Alloh taolo hammalarni halol yeb haloldan oziqlanishga tushishga nasib qilsin. Haromdan yiroq turishga nasib qilsin. Alloh taolo hammalarni haq ustida mustahkam turishga nasib qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.